Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema islab davolash. Islab davolash. Uyg'ur xalq tibobitida ba'zi yel yaralarni islab davolash usulining borligidan xabarim bor. Lekin u usulda qanday davolaydiganligini, islash uchun nimalarning lozimligini ko'rganimmi, anglag'animmi yo'q desam, xatolashmayman. Xeyli-xeylisidan surishtirib ko'rdim. Ammo yuragimning usuliga qangidak bir narsa anglay olmadim. Hammaga ma'lumki, ko'rmagan, bilmagan narsa to'g'risida bir narsa yozish yoki bemorlarga taklif berish mumkin emas-ku. Shuning uchun bu haqda ta shu kungacha eg'iz ochmay kelgan edim. Mushu yaqinda yeshi 40 ning atrofiga berib qolgan. O'ttiri bo'y, oqseriq, chiroy illiq, har narsani diqqat bilan tingshashni biladigan xushbe'il bemor juvon oldimga keldi. İlmiy meditsinadan xabari bor mazkur bemor bilan uzoq birga o'tirib, hozirgi salomatlik ahvoli to'g'risida suhbatlashdim. Gapdan gap chiqib, u ta bu yilgi atiyaz fasliga qadar o'zining burun yallig'idan qanchalik azoblanganligini so'zlab berdi. Atiyaz kelishi giyohlar o'sishga boshlashi bilanla holim xarablashatdi, deydi u. Tushkuraman, burnimdan suv oqidi. Esnab ezilimanda yo'ruq dunyo menga qorong'i ko'rinadi. Ilmiy tibobat asosida jiq tekshirishlardan o'tdim. Zamonaviy texnika, dori-darmeklardan foydalanib davolandim. Shu sohaning odami bo'lganim uchun jiq tirishdim. Baxtga qarshi zamonaviy dorilar mening og'riqim bilan kuch elisholmadi. O'zingiz ta'kidlagandek, diagnoz to'g'ri qo'yilmasa, hammasi bir tiyin. Qishliqi yaxshi. Bahar kelishi bilan yana mishildigan. Tushkurgan. Xuddi paxta tiqib qo'ygandek dimig'im putatdi. Ba'zida hatto bu jondan kashka mukularim bo'ldi. Nimasini yo'shiray? Chunki vujudimdagi harg'inlik, badanimdagi eslangulik meni qiynaydi. Mening ahvolimni faqat beshidan o'tkazgan odamlarla tushunishi mumkin. Hozir yaxshiman. O'z-o'zidan yaxshi bo'ldimi yo bir narsa sabab bo'ldimi? Dunyoda o'zidan o'zi bo'ladigan nima bor? O'ylamagan yerdan hayot tajribasi mo'l bir oqchashliq mo'may bilan suhbatlashib qoldim. U menga seriq harining ko'ni uvusini ko'ydirib, shuning isini purashni taklif qildi. Mana shundan buyon oradan 2 oy vaqt o'tdi. Yaxshiman. Ehtimalim fasillik qo'zg'iladigan burun yalliqiga buningdan yaxshi dori bo'lmasa kerak. Bu sizningmi yodingizda bo'ladigan narsa. Undaq deganimdagi sabab hozir madad so'rab sizning oldingizga kelguchilarmi barg'an sari ko'payyotidi. U deganingiz to'g'ri. Biroq men bu dorini biriga taklif qilish uchun oldi bilan o'zim sinab ko'rishim kerak. Ammo birinchidan hozir meningda undaq og'riq yo'q. Ikkinchidan harining uvusini tepishim kerak. Shuning uchun bu dorini xeyli uzoqdan keyin sinoqdan o'tkazishim mumkin. Sinoq degan mana mangu Kamoliddinaka. Shu dori bilan dimig'im ochildi. Burnimdan suv oqish to'xtadi. Izlangulik qoldi. Yana nima kerak? Guvohchi oldingizda tursa, sinoq maydonini izlab nega boratdingiz? Guljihanning talabimi, maslahatimi o'rinliq. Shundoq bo'lsa-mu, ichimda o'z odatimni buzg'um kelmadi. Ishdan uyga qaytdim. Lekin Guljihanning hikoyasi beshimdan hech neri ketadigan emas. Helidan-heli faqat shu yodimga keladi. Rost, bugungi atmosfera atrofni qorshab turgan muhit aytib tugatkusiz darajada bulg'angan bir mezgilda zaminda burun yallig'ining azobini tortayotgan bandalar oz emas. Guljihan xonimning usuli shularning biriga bo'lmasa-mu, biriga yiqib qolsa, nur ustiga nur bo'lmamdi. Shu haqda o'ylab o'tirib, qo'limga qalam oldim. Islab davolash faqat burun bilan bitmaydi. Turmush amaliyotida tamoqni, baliyatquni islab davolash usulimi bor. Biladigan gazetxonlar erinmay bu to'g'rida biladiganlarini yezib tursa, olam guliston bo'lgan bo'ladi. Bilib qo'yganning ziyni yo'q.
Bugünkü anlatışımız muşu yergiçi bolsun. Keyinki qıtımlıq anlatışımızda görüşəyli. Salamet bolun.